Do'stlar, 2 oktyabr 2025-yilda soat 18:10 va 10 daqiqada Mening yurtim kanalida Qodirxon To'g'ri yo'l serialining 10-fasli 9-qismi chiqadi. Bu voqea nafasimizni ushlab turishga majbur qiladi, chunki syujet shunday dinamikaki, har bir daqiqa oltinday qimmat. Men ssenariychilarning intrigalar ipini mohirona toqishidan, har bir epizodni oilaviy drama durdonasiga aylantirib, his-tuyg'u va hayotiy saboqlarga to'ldirishidan hayratdaman. Qodirxon, o'zbek televideniyesining duri, unda qahramonlar aktyorlarning ajoyib o'yini bilan jonlanadi. Qodirxon ruhiy kuch va adolatga ishonchni mujassam etadi. Bu zamonaviy shoularda kam. Ikkinchi darajali personajlar chuqurlik qo'shib, sevgi, xiyonat va kechirim mavzularini samimiy ochadi, yaqinlarni quchoqlash istagini uyg'otadi. Dialoglar o'tkir, lekin issiq, xalq donoligi bilan tabassum qildiradi. Vizual ajoyib, yurt manzaralari sevgi bilan suratga olingan, go'yo hikoyaning bir qismisiz. Soundtrack ruhga singib, hislarni kuchaytiradi. Har qismdan keyin sahnalarni boshda qayta ko'rib, hayot haqida o'ylayman. Bu shunchaki serial emas, balki ko'zgu, yaxshilik g'alaba qozonadi, xatolar donolikka o'rgatadi. O'tkazib yubormang, bu fasl yangi burilishlar bilan birinchi kadrlardan jalb qiladi. Hali ko'rmagan bo'lsangiz, boshlash vaqti, har soniya arziydi.